olishga oldi. Endi nima qilamiz? Bilmasam. Voy, Abduqodir Husanov mashinasimi? Qachon keldi? Qani o'zi? O'zi yo'q, biz qarindoshlarimiz. Voy, bolalar kakras, o'g'lim bor. O'shan oddiy qo'shib olsa, futbolchi qilib olaylik. Jinroqmisiz? Erta pullar beraman. Ertaga soat 8 da stadionda bo'lsa, hamma kechga olmasin. Rahmat. Qaysi jon, qaysi? Bunyodkor. Bu kirzada? Mani ayting, kirgizib yuboradi. Bo'l. Siz kimsiz? Qarindoshi. Bo'l. Qaysi qarindoshi? Voy, nimaga Abduqodir Husanov bilan qarindoshligingiz yetmagansiz? Kimdirlar orqasidan maqtanish yomon ko'raman, bilasan-ku. Aylantirib kelaymi? Ketdim. Kalt beribdi, hayding. O'rtoq beraman, haydaysan. Hozircha men shopiring bo'lib turay. Zo'rga o'tir, ketdim. Voy, Mamo Husanov chiqarayotgan AK-45 mashinami? Men kulpingni menga ber. Voy, menga o'tiring. Menga-chi? Voy, bu magazin sotadi, hozir olib beramiz. Ur. Shuncha odamdan pul yechdik. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. O'zi mayda sumbala jonga tegdi. Bitta kuch urish kerak, surish kerak. To'g'ri aytasan. Bitta lo'q tanishim bor, chaqiraymi?